Payg'ambarlarimizni tarixiga nazar tashlaylik. Hammalari halol kasbi kor qilishgan ekanda. Ana shuni orqasidan kun ko'rishgan ekan. Odam alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Lut alayhissalom dehqonchilik qilganlar, Musa alayhissalom savdogarlik qilganlar, Nuh va Zakariya alayhissalom duradgorlik qilganlar, Idris alayhissalom chevarchilik qilganlar, Davud alayhissalom bilamiz temirchi bo'lganlar, Iso alayhissalom shifokor bo'lganlar, tabib bo'lganlar, qancha bemorlarni tuzatganlar. Sulaymon alayhissalom birinchi bo'lib inson gigiyenaga kerak bo'ladigan sovun ishlab chiqarganlar, yo'li qo'yganlar. Mana payg'ambarlarning hayotlariga nazar tashlaylik. Men Allohning payg'ambariman, men hech narsaga muhtoj emasman desalar bo'lardi. Kerak bo'lsa odamlar ularni ta'minotini qilib qo'yishardi. Lekin shundoq payg'ambarlar ham mana birlari dehqonchilik qilyaptilar, birlari savdogarlik qilyaptilar, birlari duradgorlik, tikuvchilik, temirchilik, shifokorlik, mana boshqa odamlarga keraklik, mana gigiyenaga kerak bo'ladigan sovun ishlab chiqaryaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ish qila oladigan yoshlariga yetganlarida bilamiz, Makka ahlini qo'ylarini boqqanlar, oylik evaziga, haq evaziga. Keyinchalik yoshlari sal katta bo'lganlardan keyin Hadicha onamiz roziyallohu anha tijorat ishlarini yuritganlar, ish boshqaruvchilik qilganlar, savdo ishlari. Demak, mu'min musulmon inson mana shundoq payg'ambarlardan, o'tgan ulug'lardan o'ziga ibrat olish kerak. Hayotini, nafaqai ro'zg'orini birovlarni aldab, birovlarni moliga ko'z olaytirib, botil yo'l bilan emas, peshona teri bilan, halol rizq bilan nafaqai ro'zg'or qilishga harakat qilish kerak ekan.